Aka yaxshi. Shu qishloqdan bo'lsangiz, Ismat degan uy qayerda bilmaysizmi? Kim? Ismat. Nimaga ham yaxshi odamlar kelib Ismat churrini so'raydi? Bu qishloqda Ismat degan odam yo'q. Tonimayman men Ismatni. Omad Chovdan 40 ming dollar pul yetgandi, shuni bersa kelgan. Kim deding? Qishloqda Ismat churri deykanlar. Nech pul yetdi deding? 40 ming dollar. Mang Ismat churri barcha mang Ismat. Ismat degan aniq sizmi xo'p? Ha, bacham Ismat churri deb chaqiradilar. Ha, Ismat churriman, men aldamayman seni bacham, men Ismat churriman. Unda ishondim. Ana bu pul biz sizdan xursand va mamnunmiz. O'yinda yutganingiz uchun tabriklaymiz. Narsalar yig'ishtir. Ko'chamiz bu yerdan. Moshi so'shin ko'rinmaydi. Omad shu deydi, omad shu deydi, albatta. Ha, Nima ish etibsan? omad showdan pul yutandim. Shuni kutib turma, olib kelib berish kerak. Sen yosh bachamisan yo Ismat? Seni aldagan-ku ular. Omad shu senga pul bermaydi. Turket, bu narda kut. Bo'qim yebsan, bo'qim yebsan. Meni aldolmaydi ular. Meni aldayotgan odam olib dunyoda tug'ilmagan. Tushundingmi? Olib ketirib beradi menga. Seni ishing bo'lmasin. Bu narda kut. Hali, nima bo'ldi? Pulni nima qildingizlar? Olib kelavsizlarmi? Men Ismat churriman. Ismat aka, siz pulingiz berdik-ku. Men olganim yo'q puli. Kimga berdingizlar? O bitta aka chiqdi, Ismat churriman dedi. 40 ming dollar o'shanga berdik. Telpakda aytdi. Telpakda? Usti. 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 Assalomu alaykum. Ustiga bakang. Qaysi Hali ustini chaqirmang. Yarim soat bo'ldi biz bo'ya ko'chib kelganmiz. Men ustiga bak topmayman. Sotib ketdilar. O'zingiz bosing, o'zingiz bosing. O'zingiz bosing. U sizga sizni bilanti. Ana xati berishim aytdi. O'zingiz bosing ham aka. Ismat churri? Bering. Voy men, voy men. O'tar umrim yuzim kulari ko'zimda yosh yig'lasam ham men sizlarga egmayman bosh Usti kapak. Endi ko't ko'ydirish men navbatim. ko'zimda yosh Ha, teshqariga chiqibsiz. Yotsangiz bo'lmaymi uyda? He, onasini emsin uyda joy yo'q. Hamma joy pul. Siqildim uyda o'tirib. Siz nima chiqdingiz ko'chaga? Ha, biz ham shu. Uyi havosi buzilan hididan yotib bo'lmaydi. O'sirdingizmi yo buya? Hay, o'sirganim yo'q. Puli hididan yotib bo'lmaydi. Shu desangiz kecha adini ekspita pul tikandim. 100 kayf senta. Yutdim onasini emsin. Yutganingiz yaxshi lekin haromat tikmang, harom. Men haromat tikanim yo'q. Halola tikdim men. Halol qanday bo'ladi buni? Mana Shirali Jurayev o'g'li Botir Qodirov deb tikandim. 100 kayf senta. Haqiqatan shunday bo'lib chiqdi-ya onasini emsin. Shuni eslatmang. Men shunga tikib yutqizdim kecha. Siz nima yutqizdingiz? Chiqdi Botir Qodirov ammasiman deb. Shunga tikantimda u ammasi emas ekanda, men ammasi deb tikantim, ketdi ko'ydi. Batar bo'ling. Mana shunday tikib bering, yutqizib berasiz. Davay, men bu yerga kirdim. Siz ham batar bo'ling, ha shu pul tagida ho'p qilib o'yling. Bachalar ayting. Oyog'ini askiga olib bersin. Abi o'zingiz ham bachalar ayting, ishtoni yirtig'ini tiksin. yor jamoli jamoli ey jamoli ey jamoli boshida duroq rumoli ey rumoli ey rumoli Hamsi! bo'lar Yer og'dari trantim. Shunga lapatkangiz berib to'xtang. Ye, rahmat. Qaytib kelmang, hayman. Lapatkasiz zapadarkan. yor jamoli jamoli Hamsi, ming bor uzr. Bu lapatkan dastasini sindirib qo'ydim, darrov olib ketardim. Shuni bir og'iz aytay dedim. Malades, zo'r ish qilibsiz-da. Yomon zo'r ish qilibsiz.
iltimos, shu kun meni uyima kelmanglar. Lapatka sizga padarka. Qaymi? Bo'l. Xafa bo'lmang, yangi olib beraman. Qayamsiz? Tamam. Xotin. Bugun mana uyda bachalar yo'q. Uyga o'tirmang, odamman, ezgi. Mana bu gul senga. Hamsiya ming bor uzra, sizni ham bezor qilib tashladim. Ana shu televizorga tushayotgan pult yo'qmisizda? Pult kerakda, yonmayapti televizor. Ana bu pult. Qaysi birini tanlab, qaysi biri ishlasa, olasizda ishlatasiz. Tushundingizmi? Rahmat. Lekin ko'p berdi. Kelmang, iltimos. Meni tinch qo'ying, oilamni bir tinch qo'ying meni. Bo'ldi. Shu kun. Xotin. Dadasi. Choy uyda ichsak-chi? Uy issiq-ku. Ventilyator yoqamiz. Uy zim. O'tirib turing. Yo'q bular. Seni yaxshimisiz? Yaxshiman. Ana, Ismat yo'qmi? Jonatening itilibdan beri. Mana Ismat, nima deysan? O'ziga galing. Xotin. Siz uya, tez. Menga qara. Bo'rlaman og'zini qara qoni keladi, laqta. Tushunding? Qaytib kelasan. O'zingdan ko'r. Davay, sur. Bo'l tamom. Siz nima qilasiz bu yerda? Choy ichamizmi? Choy ham sovdi, hamma narsa sovdi. O'ting mollarga qarang. Hozir men senga rasm tashiyman, o'sha odam o'ldirasan, tushunding? Mana shu rasmdagi odam uyiga borib o'ldirasan. Otaxon, qalaysiz? O'g'lingiz qayerda o'g'lingiz? Bacham o'g'lim ishga ketdi. Uyda yo'q. Men o'g'lingizni o'ldirishga keldim. Men killerman. Hay. Kelancha uyga kirib o'tiring, choy qilaman. Yo, men o'ldiraman ketaman siraz. O'g'lingiz chaqiring siraz o'ldiraman ketaman. Bir soatlarga kelar bacham, tez hozirtman, keling uyga kiring. Qanday bo'laykan? Kiring, uyda bir piyola choy ichasizda, kiring qani, kiring. Yaxshi qilibsizda kelib o'tiring. Bu kerak emasda qo'yavering. Bacham o'tiraman, mehmon, menga qarang. Mana bir piyola bu choy, bu o'zbekchilik qayerda qoladi, o'tiring. Bacham siz bu yerda bemalol choy ichering, meni bir ikkita ishlarim qilaman. Hay bacham. Choy chancha ichaga siydigini ich. Bacham lekin qoyil qolmadim. Bu dadangiz ta'lim tarbiya bermagan ekansiz. Otangiz teng odam bu yerda yer og'dar o'tdi. Bir yordam beray demaysiz. Bir o'g'lim kelancha sal ishlarma qarashing. Ha keling, ha. Men yordam bersak yordam beraylik. Bacha istizoq kelarmi? Toping. Ha, keladi. 1 soat, yarim soatda keladi. Yolchilarni oshidan qarab, Otabekni kutib turibdi. Oyda turib qalam qoshiga o'sma qo'ygan ekan quribdi. O'g'lingiz Charchamadingizmi? O'g'lim bilan gaplashdim, 5 minutda keladi. Menga qarang, yangangiz mantiq qilibdi. Biroq men amaki ketaman, men choy ichga kelmadim. Hay, menga qarang, mehmonsiz yuring qani o'tiring. Ko'zdan oqqan so'yosiga dog'da o'smasini yuvib. Oling qamacham oling. Menga qarang qani. Yuragani ayb yo'q. Ketami? Menga qarang. Men xizmatdaman, amaki. Xizmat. Men o'ldiraman ketaman, qo'ying. Rossiyadan o'g'lim olib kelgan. Yomon. Kelgandammi? O'rmang. Bacham, yaxshi keldingmi? Mehmon. Keldi o'g'lim, keldi. O'ldirsangiz bo'lar. Kim bu dada? Bilmayman men. Nima deydiman? Odam o'ldiraman, sen o'ldirishga kelgan killer ekan bu. Men bilmaymanmi?